30 temadagi birinchi so'rov. Natriy metalli suvda eritildi. Paydo bo'ladi. Natriy OH qo'shilgan vodorod gazi paydo bo'ladi. Gazni yuqoriga belgi bilan belgilab qo'ysak, gazdan tushamiz. Natriyning ustini 34 reaksiya tengiriligi kerak. Lomonos bilan Lavoiziyening massa saqlov nizomi qoidasi bo'yicha 46-80 mr bular. Mr topib biladigan chiqarimiz. 2 gram. Natriy OH'ning grammini topaman. Paydo bo'lgan grammi bu reaksiya bo'yicha. Oldin topib qo'yib edim. Bu yerdan 60 chiqadi ekan. Bu yerdan bo'lsa 1,5 gram chiqadi ekan. Gram. Сөйтіп, prosent konsentratsiyani topib ber deb o'tiribdi. Prosent konsentratsiya erigan zat aslida eritmay yoziluvchi kerak. Erigan zat degan nima? Natriy OH paydo bo'lgan eritmada. Eritma paydo bo'lishi uchun natriyga suv qo'shilyapti. Alamiz vodorodni ko'paytiramiz kerak 100 ga. Sol vaqtda so'rovda 1 litr deganda 1000 gram deb o'zgartirib o'tiramiz. Сөйтіп, vodorod alu 1,5. Kalkulyatorda bosib ko'ramiz endi. 34/5 qo'shuv 1000 qo'shuv alu 1,5. Buni eritmam bo'ldi. Yoqqa yozaman. 1033 üstü 60 ko'paytib 100. 60 da 100 ga ko'paytaman. 1033 ga bo'laman. 5008 chiqib berdi. Sol javob.